Chiroyli uy ekan. Gapingga qo'shilaman. Qani endi shu narsalaring bo'lsa. Bular uchun har qancha yashasang arziydi. Bekor aytibsiz. Demak, siz ishqsiz tentak, hissiz kessak ekansiz. Kim ekan bu? Hozir. Qani, ko'raylikchi. Juda qo'pol ekansiz. Ostonasi tillo bo'lmasa, o'sha uyga qadam bosarmiding? Ostona tillo bo'lishi shart emas. Odamlari tillo bo'lsin. Uying bo'lsa-yu odam bo'lmasa, mashinang bo'lsa-yu motori bo'lmasa, sevging bo'lsa-yu shaxting bo'lmasa, hammasi bekor yaxshi yigit. Chiroyli uylar, vayrona qalblar, qimmatbaho sarpolar, baxtsiz kelin-kuyovlar, dang'illama to'ylar, qadrsiz oilalar. Bilimli ekanligingni bilsang-da, o'rningni bilimsiz egallasa, sevsang-ku ammo sevging pul bilan o'lchansa, erkaklik g'ururingni pulsizlik yerga ursa, shunda uni kuchini bilarding. Pulga vijdon ham, muhabbat ham sotiladi qizgina. Pulga kitob sotib olsa bo'ladi, ammo aqlni emas. Mozordan qulay joy sotib olsa bo'ladi, ammo jannatdan emas. Joynamoz sotib olsa bo'ladi, ammo iymonni emas. Tanani sotish mumkin, ammo qalbni emas. Hayotni faqat pulgina keskin o'zgartirishi mumkin. Yo'q, hayotni hech narsa tasodifchalik o'zgartira olmaydi. Men tasodifga ishonaman. Men hech narsaga ishonmayman.